Vatandaşlar Moskva Toshkent yo'nalishi bo'ladi. Reysiy avtobuslarimiz qatnovda kimda-kim shunaqa zamonaviy, zamonbop avtobuslarda o'z reyslarni amalga oshirmoqchi bo'lsa, +7 966 270 55 55 raqamlarni qoldirib o'tamiz. Bizda bu avtobuslar har kuniga bor 2,5 kun yo'l yurib, Primoy Toshkent Sobrahimov avtovokzaliga kirib boradi. Chunki bu davlat tomonidan qo'yilgan avtobus, ko'rib turibsizlar, O'zbekiston nomerlarida. Mana Ahmed Shoh do'stimiz ham mehmonga kelgan bugun. Ko'rib turibsizlar, nima deb tavsiya qilasiz? Akalarga smelo обращаться qilinaveradi. Chiroyli qilib postlarni bezdiqqat yarchiliklarsiz olib o'tib qo'yishar ekan, garantiya berishar ekan. Albatta. Kimi dokumenti bo'lmasa ham akalarga обращаться qilsanglar, ichib-ichib rasxoti bor ekan, lekin chiroyli qilib postlarni olib o'tib qo'yishar ekan. Albatta. Tanlovimiz UzAvtotrans. UzAvtotrans. UzAvtotrans avtobuslari qatnovlari bo'lib o'tmoqda. Ko'pchilik tanlovda adashib qolayotganligi uchun mana YouTube tarmog'iga o'zimiz yuzimizni ko'rsatib chiqyapmiz. Tanlovda adashmanglar, akalar, ogoh bo'linglar, sog' bo'linglar.